Hidini o'zi gripp tuzatib yuboradi-yu buni. 95 yoshli surxondaryolik katta tabibdan grippga qarshi super retseptni o'rgandim. Bizga kerak bo'ladi zanjabilni kukuni, yarimta limon, piyozning suvi, toza tog'da asali hamda iliq suv kerak bo'ladi. Tayyorlanish usuli: yarim qoshiq zanjabil imbir kukunidan solamiz. Va yarimta limonni suvi kerak bo'ladi. Yarimta limonni yaxshilab siqib suvini olamiz. Va bir qoshiq piyoz suvi kerak bo'ladi. Bir qoshiq mana shuncha yetadi. Endi bunga tog'da toza asalidan choy qoshiqda to'ldirib solamiz. Yaxshilab bitta aralashtirib olamiz. Asalda iliq suvga qilamiz, sababi issiq suvda, qaynagan suvda asal foydali xususiyatlarini yo'qotadi. Shuning uchun iliq suvga asalda aralashtiramiz. Super eliksirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ichib ko'ramiz. Hidini o'zi gripp tuzatib yuboradi-yu buni. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Gripp uchun eng super retsept. Albatta oshqozonda muammosi borlar, gastriti borlar uchun mumkin emas. Bu damlamani kechki payt uyquga yotish oldidan ichish tavsiya etiladi.